Kecha kechqurun o'ylanib xayol surib o'tirgan ukamning oldiga borib, ukam 19 yosh, hali sal yoshda, xohlasang o'ylab ko'rasanmi, yana bir marta to'yi keyinroqga suramizmi, o'ylanib o'tiribsan desam, yo'q, qanaqa to'y o'ylayotganim yo'q, pullarimni hisob-kitob qilib o'tiribman deb o'zicha katta ketgan. Lekin o'sha xayol surib osmonlarda uchib yurgan 19 yoshar ukam birinchi Fotihani kunidanoq qovun tushirishga ulguribdi. Bugun Fotiha kuni edi, o'shaning uchun sahardan turib o'sha chiroyli qilib joylarni tayyorlab, hamma prokat olib kelingan idishlarga kelinni sarpa-suruvlari, kichkina katta patirli holvalar hamma narsani birin-ketin joylashib boshlagan edik. Qilib, keyin stolni bezatishga o'tdim. Qo'lmeva, chaqchuq, shokolad, hamma narsalar qo'yildi, pishiruvlar ham qo'yildi. Endi mesnoyi kesib, to'g'rilab qo'yay desam, bir payt qarasam, na podvalda, na xolodilnikda mesnoy bor. Xayol surib bozorlik qilib yurgan ukam spiskaga qarayman debdi-yu, mesnoylarni rastani ustiga qo'yib, shu bilan spiskani qayta cho'nchagiga solib, bozor qilishda davom etibdi. Mesnoylar bo'lsa, o'sha joyida qolib, kimgadir ehson bo'lib ketdi. Hali yosh odamdan gap eshitib yurmasin xursandchilik kunida deb, keyin Chef Smithdan til, rulet, qazi, archa mol go'shti, tovuq tandir, tovuq qazi, mol go'shtidan kalbasa, ahotni mesnoylarni tezlik bilan zakaz qildim. 100% halol va tabiiy bo'lgani uchun yaqin mehmonlarga ilindik. Ukamni jazolab mesnoylarni o'ziga chiroyli qilib tayyorlatdim, lekin o'zi ham dudamdek qilib mehr bilan kesdi. Mesnoylarni tuz, namagi va mazasi o'zgacha ta'm va juda ham mazali. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol halol va toza ozoda tayyorlangan profillarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Dastavka xizmati bor. Ramazon oyi uchun setlar va aksiyalar